Landa kelin salom boshlandi. Egilib salom beraverganimdan belimdagi grija voy dod deb bosh ko'tardi. Men tushgan joyda kelin salom yo'q ekan. To'yda ertasiga kelin hovli ham supurmasdan mezza qilib uxlar ekan. Egilib salom bersam hammasi jim turib hayron qolar ekan. Zato ora-orada ammajonlar kelib o'ynab pul qistirib ketar ekan. Nimani qo'ying, bu yerda to'y uyda bo'lar ekan. Erkak ayol alohida o'tirar ekan. Ayollar mazza qilib tashar ekan. Erkaklar esa faqat ovqat tashar ekan. Qo'y mol so'yilib, tizza bo'yi yeb ichar bo'lar ekan. Xullas hammasi boshqacha bo'lar ekan. Hali ham hammasini kameraga olmadim. Kameraga olsangiz xotirlar yomon so'kar ekan. Endi haqiqatni ayting, sportivniy oversize kiyib yurgan qizga kelinlik obrazlari qalay yarashar ekan? Sizga bir sirni ochaymi? Buni faqat mendan boshqa hamma bilar ekan. Bekoboddagi Aisha do'koniga kelsangiz, kelinlikda shunaqa ansambellarini hammasini prokatga berar ekan. Xohlasangiz pulingiz bo'lsa sotib olsangiz ham bo'lar ekan. Undan tashqari kelinda dugonalariga ham shunaqa вечерный taqiy ko'ylaklar bor ekan. Bu yergacha ko'rib turganingizdek, to'yingiz kuni katta xolangizmi, ammangizmi yoki butun qarindosh urug'ingizni olib kelsangiz, shunaqa hijoblilar uchun chiroyli ko'ylaklar bor ekan. Mazza qilib prokatga olib kiyishar ekan. Prokatmi deb o'zicha mensimayotganlar gapimni yaxshilab eshitinglar. Bunaqa ko'ylaklarni Turkiyadan, Dubaydan kamida 400-500 dollardan irodopani o'zlari borib olib kelar ekan. Bilamiz, boshimizdan o'tgan yosh qizchalar to'y kuni men ham erga tegaman, kelin ko'ylak kiyaman deb janjal qilib yig'lashsa, ularga ham shunaqa chiroyli kelin ko'ylakchalar prokatga bor ekan. Xullas, bu yerda kamchilikdan boshqa hamma narsa bor ekan. Toshkent va Bekobodda filialini ochishgan ekan. Sog' bo'lasizlar, kelaverasizlar.